sizlarga o'sha bugun Astronex bugun biz mana Driss account sotmoqchimiz. Mana shu account influencerlar bor bu yerda. Mana sizlarga tanishib chiqaman. Kvicha Kvaratskhelia 94 reytingda futbolgan. Mana Erling Haaland 96 darajasida futbolgan. Heung-min Son 92 darajasida futbolgan. Mana Rodri 96 darajasida futbolgan. Mana Kevin De Bruyne 94 darajasida futbolgan. Mana Bukayo Saka ham 94 darajasida futbolgan. Mana Rico Immobile esa 90 darajasida futbolgan. Alessandro Bastoni esa 94 darajasida futbolgan. Mana Lionel Messi 93 darajasida futbolgan. Mana Ilkay Gundogan 90 darajasida futbolgan. Mana Alisson Becker esa 95 darajasida futbolgan. Mana Patrick Schick 92 darajasida solingan. Mana bu bot 95 darajali. Bu 69 darajali. Diego Jota ham futbolgan. Mana 82 darajasida futbolgan. Mana Tony Adams 80 darajasida tushirilgan. Mana akkauntimiz darajasi 61. Yo'ldan kuchaytirilgan. Bo'lsangiz mana fanga olmiz yig'ilmagan hali. Hozir tushirish mumkin. Hali endi ochilgan akkaunt ham yaqinda. 7-gacha olib qo'ygan men. Yani o'zingiz tushirishingiz mumkin. Olsangiz sezon pass ochishingiz ham mumkin. Mana sezon pass ochishingiz ham mumkin. Mana shu akkaunt olmoqchi bo'lganlar lichkamizga yozaverasizlar.